أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz ilgirki dərslərimizdə Allahın iltifatı ilə Surə Bəqərəni muvaffəqiyyətlə axırlaşdırğandan keyin bugün Al-İmranın 1-ci ayetidən başlayırıq. Allah Subhanahu wa Taala bu surəni axırıga çıxışa işlərimizni muvaffəqiyyətlə qılsın, yollarımızı qolay asıllaşdırsın. Həmdə biz bugün oxumaqçı olan surə Al-İmran surəsi Qur'an-ı Kerim surələrininki rədki tiziliş cəhətdə, yəni 3-cü surə, Surə Bəqərədən keyinki surə bu şəkildə tizilişdə məzmun cəhətdəki münasibəti nöqtəsindən oylasaq, Surə Bəqərəninki asasi məqsədi ifadələməkçi olan nöqtəsi birinci mövcudiyyət insaniyyətinin, yəni Adəm əleyhissalamın yaratılışı, Adəm əleyhissalamın yaratılış şəkli, normal silə bizlərinin yaratılışına oxşamaydigan bir qanuniyyətlə gələn şəkli, Adəm əleyhissalamın zəmindəki vəzifəsi, Allah'ın Adəm əleyhissalamğa ügütüş iqtidarını ata qılğanlığı, şu əsasda tamamı şeylərinin həmmini Adəmə ügətkənligi bu haqqda sözləyən. Ondan keyin Adəm əleyhissalamdan keyinki, yəni insaniyyətni doğru yolga yetəkləş, zəmindəki vəzifəsini sağlam ada qilish üçün əvətilgan peyğəmbərlər karvini haqqında. Bu peyğəmbərlər karvini uçurğan bəzi məsələlər, bu məsələlərin məlum zamanğa münasibətlik tərəfi, məlum makanğa münasibətlik tərəfi qatarlıq məşu hadisələr tilgə elinib axırlaşqandı. Amma təbii ki, ikinci surə, yəni çoğun surələrinki ikincisi, Surə Fatihədən hesablasaq 3-cü surə, Zahraveyn iki gül, Qur'an-ı Kerim'nin iki gülü deyib atalğan surə nöqtəsini hesablasaq ikinci surə olan Al-İmranın bu şəkildə gelişi, çünki diginimizdə Surə Bəqərə insaniyyətin tunci yaratılışı haqqında sözləyən bolsa, Al-İmran surəsi yeni bir xil yaratılış şəkli haqqında sözləyir. Adəm əleyhissalamın yaratılışı dadısız, anısız yaratılған, normal, silə bizli yaratılayotgan qanuniyyətdən sirtqi bir xil yaratılış. Bunu Surə Bəqərə bizə bayan qıldı. Həm də Al-İmranda bayan qıldığın olsa, dadısız anıdan yaratılған İsa aleyhissalatu vesselam'nınki yaratılış əhvali. Yəni bu iki nokta birisiga məlum noktadan oxşaydı. Yəni insanın normal yaratılış qanuniyyətindən sırt təşkilisi. Yəni məlum noktadan oxşamaydı. Birisi dadısız və anısız, yəni birisi dadısız və anadan qanaqılğan, toğulğan, mana şəkildə yaratılğanda. Bunların hamısı bizge Allah Subhanahu wa Taala'nınki xalığan şəkildə yaratalaydigan qudretini ifadələydi. Bu noktadan, bu iki bir bağlanışlıq tərəflərdən bu iki surə arqadan kəlgən buluşu mümkün. Əmdi bu surəmi ilgirki Bəqərə surəsiga oxşaşla Alif Lam Mim degan bu ayətlə başlandı. Biz bu ayet haqqında Surə Bəqərənin 5-də 7-cə məzmunlarını bayan qıldıq, yəni təfsili məzmunlarını bayan qıldıq. Hər halda bir əslatma olsun üçün təkrar bir qısqagina, addigina təkrar əslatib özsək, təfsirlərin həmməsiga qarasaq Alif Lam Mimni Qur'an-ı Kerim'nin möcüzəlliki deb qaraydı. Noqul müstəbir, dətlab ötüb ketdi üçün. Belki bu gapni bəzilərimiz düşünürüz, bəzilərimiz qanday qılmayımız düşünməyimiz. Amma inçikə oylanğanımızda Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam Qur'an-ı Kerimni bizə öyrətgan vaxtında müşəkəyə vaxtda Alif Lam Mim deb öyrətib dunyodan ketgan. Biz hazır qədər şunu oxuyatımız. Endi tilini baqqanlar biladi. Tildəki hərflər söz içideki okuluşu başka, şu harfnin ayrım ismi başka. Mesela Arap tilde şu Alif Lam Mim degen harf ne desek, sözdeki gap kalsa onu başka okuyumuz. Onun telaffuzu başka çıkıdı. Ama sözlerini ayrımda, harflerini ayrım koyup, mavqaysi harf degen vaxtda Alif, Ba,
ta, fa, ma şekilde harfning ismi var. Ama şu alif, ba, ta, fa deganlarni so'zning ichiga akirib o'qisak, alif, ba, ta, sa o'qimaymiz. Endi o'qimagan odam, bir nokta zil nokta. O'qimagan odam, savad yo'q odam tamam so'zlayolmaydi. Tunugan xatlarni normal talaffuz bo'yicha o'qiy olishi mumkin. Balki uni o'qiyman. Ammo harflarning ismini ayrim shaklda deyalish mushu tilni o'qigan odamning ishi. Buni tilgini paqqalar tushunadi. Ingliz tilidami shunda, arab tilidami shunda, hatto uyg'ur tilidami shunda. Masalan, arab tilidagi harflarning sin, shin, ayn, g'ayn deymiz. Bu harflarning ismi, ammo so'zning ichida kelib qolsa, sin o'qimaymiz uni. Ala-sawa masalan, g'ayn o'qimaymiz uni. G'a shaklda, ayn o'qimaymiz. Robbil alamin degan shaklda o'qiymiz. Ya'ni so'zning harfningki o'zining ismi bilan so'z ichidagi qolinishi o'xshamaydi. O'qimagan odam aniq qila olishi mumkin. So'z kelib qolsa, tuniydigan xatlarni normal talaffuzda o'qiy olishi mumkin, ammo harflarning ismini ayrim shaklda o'qiy olmaydi. Ammo payg'ambar alayhisalom o'qimaganligi aniq. Buni hammasi shahid, dushmanlardan tortib shahid. Tarix bu shunda davotidir. Ammo bu shaklga vaqt Rasululloh bizga alif, lam, mim deb harfning ismi bo'yicha talaffuz qilib berdi. Bu bir nuqta. Diqqat qilgan nuqta. Yana bir diqqatimizni tortadigan nuqtadan birisi, qarindoshlar. Mushu alif, lam, mim 3 harf bir yerga kelgan o'xshash shakldagi boshqa yerda so'z topiladi. Masalan, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surfilda. Bunun başında mı alam tara kayfa deb alam deb bir söz var. İki sözünü bir yerga ekersen iki ayetni. Ma alif lam mim mushu. Alif lam mim 3 harften tuzilgan bir xashakli. Alam tara kayfadagi alam mu alif lam mimni tarakkib topgan bir xashakli. Bir yerga ekersen o'xshash. Rasululloh mayada buni alif lam mim deb o'qidi. Oyada alam tara kayfa fa'ala rabbuka deb o'qidi. Alam deb o'qidi. Rasululloh o'qimagan zot. Meyada alif lam mim deb o'qidi, oyada alam deb o'qidi. Bu shuni ifodalaydi-ki, aslida Rasululloh bilmaydi. Buning hammasi Rasulullohga ustun tarafdan Jibril vasitasi bilan keltirilgan. Rasululloh Jibrildan qanday anglasa, shunda bizga yetkazgan. Rasululloh uni alif lam mim deb o'qishni bilmaydi asli, alam deb o'qishni bilmaydi asli. Normal bir savodsiz odamning qiladigan ishi emas. Qur'oni Karimning mo'jizligi bu tarafda. Bu bir nuqta. Ikkinchi bir nuqta, ko'pincha vaqtda biz bu alif lam mim deganlarni tarjima qilmasdan Qur'oni Karimning ichidagi Alloh o'ziga xos qilgan, bizga bildirmagan bir nuqtalar deblam o'tib ketimiz endi. Bunun qarta ba'zilar Qur'onni tushunmaydigan gap bormi deydi. Biz deyishimiz mumkin bu gapni. Ama Rasululloh shuncha qarshi chiqsa, butun hayoti, mamotini ishga silib Rasulullohni o'rish uchun, yiqitish uchun, bu Rasululloh olib kelgan bu yo'lni vayron qilish uchun tirishayotgan arab tilining voyiga yetkazadigan Qurayshning kuffarlari o'z vaqtida alif, lam, mim, kaf, ha, ayn, sadqa o'xshash bu xil harflarga birsini e'tiroz bildirib boqmagan. Tarixda yo'q bu. Hech kim chiqib qaranglar Muhammadga sallallohu alayhi vasallam hech o'qilamaydigan gaplarni qilyapti bu deb boqmadi. Biz arab bo'lmag'achqa balkim deyishimiz mumkin, ammo haqiqiy arablar, fasih arablar o'z vaqtidagi balog'at, fasohatning eng yuksak tarafiga chiqqanlar, adabiyot, arab adabiyotida har cho'ng so'rovlarni o'rinlashtirib, jang e'lon qilganlar Qur'oni Karimning bu xil ifodalarga birsini e'tiroz bildirib, raddiya qaytarib boqmagan o'z vaqtida. Bunun özümü bizge bir neslerini ifadelaydi ki, hakikaten Kur'an-ı Kerim'nin bir mucizlik tarafi. Ama biz Kur'an-ı Kerim'e qaraganımızda alif lam mim degan mushu şekilde Sure Ankabut'da mikillik, Sure Rum'da mikillik, Sure Luqman'da mikillik, Sure Secde'de mikillik. Bazı surelerde alif lam ra deb kelinlik, bazı surelerde alif lam mim sad degan shaklda taxmi ko'p kelgan yeri va Yasin o'xshash bunda shaklda kelgan yeri va deyish mumkin qarindoshlarimiz nim foydasi. Bunga bir misol orqali ham javob berishni to'g'ri topdim, boshqa shaklda javob berib o'tamayman. Bir
eşinin tushunmaydigan deydi, bir tushunmaydigan, o'qimagan odamdan birisining uyisida elektr chiroq bor. Kuni bassa yanidi, bassa o'chidi. Bu odam o elektrninki eqimlari, zararlanish ahvoli, tokning elektrining chiqarilish, ishlab chiqarilish ahvoli, qanday bo'lib toksim orqali uyga kelish ahvoli, qanday bo'lib chiroqdan yanish ahvoli, buning hech qaysini qilchilikmi tushunmaydi. Tushunmasimi, kayganni bassa o chiroq yurib, uning uyning yuradiganligini biladi, manfaatlanadi. Ehtiyoji tushgan vaqtda biz o'chirdi bu shaklda. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bizga hayot yo'llarimizni ko'rsatdi. Hayotdagi bizning harakatlarimizni intizomlashtiradigan prinsip, qoidalarni belgiladi. Va shundaqla biz tushunmaydigan bir mazmunlarni qo'yib qo'ydi Qur'oni Karimda. Yani Alloh o'zi biladigan, biz tushunmaydigan az olsun bir mazmunlarni qo'yib qo'ydi. Alif lam mim del shunday mazmunlarning qatoridan. Ammo biz shunda deyalaymiz-ki, garchi tushunmasakmi, hele odam tushunmasimi, chiroqdan, elektrdan foydalanganiga o'xshash biz alif lam mim deb o'qish orqali, bizning Qur'onimiz deyish orqali, tilovat qilish orqali, bu orqali ibodat qilish orqali biz bundan foydalanamiz. Bu shaklda qana qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloni biz ilohimiz deb ishondik, Rabbimiz deb ishondik. Allohning bizga bergan har narsa xayrlikning borligiga, har ishininki hikmatsiz emasligiga biz tam imonimiz komil, ishonchimiz komil. Bu nuqtadan bu shaklda muomala qilmoqimiz zarur. Endi ilgirki sura Baqaraning oxirisida "Fansurna alal qawmil kafirin" degan oyat bilan oxirlashgan biz darsimizni. Ya'ni bu shu demakki, bu Qur'on harakati, bu islom, bu yo'l o'zining musofasida mushrik kuffarlarga duch keladi. Bu şu demek. Ondan başka ehli kitaplarga duch keladi. Gerçi umum müşrik kafir olsa, lekin biz Qur'oni Karimning uslubi bo'yicha uni ehli kitap deb ataymiz. Endi ehli kitap qisqacha tushuntirib o'tsam, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalamni avatishdan, Qur'oni Karimni tushirishdan ilgari avatgan tushirgan kitoblar sahiplari, shular agar shular ahli kitob bo'ladi. Bu suraning ismi Al-Imron surasi deb boshlanish orqali. Demak, jo'g'anim shu. Qur'on bu yerda shuni e'lon qilmoqchiki, islom bu yerda shuni e'lon qilmoqchiki, ma Qur'on, ma islom bu yo'l yangi bir yo'l emas. Yangidan paydo bo'lgan bir yo'l emas. Ilgiriki o'tgan payg'ambarlar karvoni, dinlar karvoni yoki ilgirki mu'minlar karvonini buzib, uning yo'llarini to'sab, yangidan ochilgan bir yo'l emas. Ya'ni bu din, bu kitob, bu payg'ambar ilgirkini yiqish uchun kamidi, ilgirki qarshi chiqish uchun kamidi, balki Adem alayhissalatu vassalamning zamonisidan ta Rasulullohning zamonisiga oxirisi Isa alayhissalom butun dinlarning oxirini davomlashtirish uchun keldi. Yani Qur'onning tashabbus qilayotgani Adem alayhissalomdan ta Isa alayhissalomgacha kelgan payg'ambarning tashabbus qilayotganining o'zi shu. Qur'onning tashabbusi Tavrotning tashabbusi shu. Qur'onning tashabbusi Injilning tashabbusi shu. Qur'onning tashabbusi Zaburning tashabbusi shu. Mana bu mesajni, bu signalni berish uchun suraning bashi nima deb boshlandi? Al-Imron surasi degan nom bilan boshlandi mana ikkinchi sura. Ya'ni Qur'on bu shaklda ikki xil toifaga duch keladi. Birisi kuffarlarga duch keladi, fansurna alal qawmil kafirin oxirlashdi. Yana birisi ahli kitobga duch keladi-ki, Al-Imron surasi. Al-Imron degan nom bilan. Chunki Al-Imron hammalar bilamiz. Imron Maryam alayhissalomning
dadısının ismi. Banu İsrail'deki Kur'an kıssasını bizge bayan kılgan İsa Aleyhisselam'ın boz İsa'da. Yani bu bayatın dikinimde tekrar desem şunu ilan kılmakçı ki Kur'an ekegen yol yana bir yol emas. İlgirki peygamberle davamlaşıp kılıvatkan yol. Andavanın kiyen Ahli kitapның Qur'onga qarshi chiqishi, Payg'ambar alayhisalom qarshi chiqishi aslan ma'qul emas. Ahli kitap tunji bo'lib iymon aytib, bu karvonga qo'shilishi kerak bo'lgan kishilar. Bu karvonga qo'shilishi kerak bo'lgan kishilar. Qur'on ularning kitobini amaldan qoldirish, ya'ni uni inkor qilish, uning yo'lini yiqish, to'xtatish uchun emas, shuning ichidagi Alloh asli tushirgan asli holatini davom qilish. Ve onunla koşulup ağan insanlar tarafından özgürtüp etilingen taraflarını qana qilish asliga akilish uchun kelgan. Yani demekçi ki insanlar bir işini payda qilsa, bir imperatorluqni birini qursa, ilgirki imperatorluqning hammani yiqib tashlab, uning tarixlarini silib süpürdi. Ama Qur'onda qilmoqchi, balki tarixni to'g'rilamoqchi, tarixni uzmoqchi emas, davomlashtirmoqchi va to'g'rilamoqchi. Şunlaşqa üzden ilgirki İsa aleyhissalatu vesselam'ның yoluğa ikramen, şuna hürmet qilish üçün ve yuqoridagidek mesajni berish üçün endi başlamoqchi bo'lgan suramizning ismi Al-Imron surasi deb qana qilindi, ataldi. Qarindoshlar. Ondan keyin oyatning 2-oyatiga kelsak, bu suraninki Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum meselenin en yüksek tarafını ortaga qo'ydi. En mühim bir nokta. Allahu la ilahe illa huve. İntayet mühim bir nokta. Yani bu yerde Allah cümlenin beşi, la ilahe illa huve cümlenin havri hesaplanıdı. Til kaidemizde cümlenin ilgisi çokum karşı tarafının zihnide uç koygan bir nokta oluş gerektiğinden bir kaidemiz var. Bu şu demek ki Allah, meyli Allah'a işengen, yak işenmegen, yine her qanday insanın zihnide Allah hukmu var. Ama vaqtning ötüşü, yüz bir vatqan ahvallar, hadiseler bara bunu hovalaştırışı mümkün. Bununla başka xil şekilde sayılan taşlışı mümkün. Kur'an'ның vazifesi del bu yerde Allah Kur'an arkalı şunu ilan kılatıdı ki menden başka ilah yok. Allah'ın degeni bu. Allahu la ilahe illa huve. Aş zihnimizdeki, insanların zihnindeki Allah diye hükmünü cilvelendirmektedir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bunu bizge davet ediyor. Sure Enkebut'un 61. ayeti değil mi? Sen ulardan asman zemininde kim soğudu, kim yarattı deyip sorsan, Quyosh ayni kim boysun deb sorsan, hemisi Allah'dır. Bu aniqla mesele. Biz insan, biz başka bir taifini sözleyatmayız. Üzümüz hakkında sözleyatmayız. İnsanın vücudu da meyli inip bilsin ya ki bilmesin bir xil sizin buludu. İnsan yaşavatkan hayatta nurgun nesinin üzünün aciz ekanligi. Üzü oğa vaqtda nurgun işini qılamaydı qallıqı. Nurgun işlerinin sırtki bir güç tarafından qılınıvatqanlıqını his qılıdı insan. Diginimizdek etrafındaki yaşayan muhit, toğulgan muhit, yüz bir vatkan hadiseler bununla bu hukmni xiraleştirişi mümkün. Ma ayet deli şu xiraleşke hukmni texmi qana qilish uchun, yoritish uchun keldi ki dedi ki Allahu la ilahe illa huve. Allah o'zi bayon qildi bu yerda. Allohdan boshqa iloh yo'q. Alloh ana shunda Alloh da'votidir. Bu oyatlar emas. Al-Imronning mushu suraninki 18-oyatidami Shahidallohu annahu la ilaha illa huve. Aynı ayet keliglik. Biz ilgirki sura Baqarada o'qidik, Ayatul Kursini o'qidik. Ayatul Kursining o'zidimi shundaydi. Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum. O'xshash bir masala. Endi Müşekeke vaxtini diqqatimizni bir narsa tortdi qarindoshlar. Islom o'zining buyuk shuarini la ilaha illalloh qildi. La ilaha illalloh degan kishi dinga kiradigan bir ochqich qildi. Buni tavhid kalimasi qildi. Ya'ni Allohning o'zining barliq birligiga ko'rsatgan birlam dalil va aytadi. Deyapsiz la ilaha illalloh. Deyishim mumkin. La ilaha illalloh qanday Allohning barliq birligining dalili deyishim mumkin. Din her türdeki insanların hemmisiga qaratilgan. Yani bu din
tağdaki padişidin professorgacha, ko'chadagi tazliqchidan tortib universitetdagi cho'ng unvonli kishilargacha hammasiga yuzlangan. Hammasi din tarafidan taklif qilingan. Din prinsipini, din felsefasini mushlarning hammasining aqli ko'tara oladigan bir shaklda bo'lish kerak. Dinning shuari. Dinni unda buyuk, yuqori unvonli, yuqori ma'lumotli kishilar tushuna oladigan, yana bir kishilar tushunolmaydigan bunda o'qas bo'lmaydi. Dinning chunki din hammadan kelgan bo'lg'achqa, din o'ziga hamma odam tushuna oladigan bir nuqtaga diqqat qilinglar. Dinning asosiy kuchli dalil sifatida o'rtaga qo'yiladigan bir gap bo'lishi kerak. U osmo la ilaha illalloh. Alloh mushun tanladi. Yani tekrar belki zihningizga kelgan bo'lishi mumkin. La ilaha illallohdan Allohning barliq birligi qanday chiqadi u deb. Bir misol olsam qarindoshlar, bir sorunda bir necha o'ylam bor. Men bir pul qopchiqdan birini tepib oldim. İçinde nurg'un pul vardı. Men dedim bu pul qopchiq kimning desem aramızdan birisi mening deb qo'l ko'tardi. Etrafga qarab baktım. O'tag'an necha 10 kishining ichidan hech kim mening demadi. Faqat bir islam mening dedi. Bu bizga 100% nimani ifodalaydi? Qopchiqning shu mening deb da'vo qiluvchining ekanligini ifodalaydi. Endi la ilaha illalloh deganlik nima qarindoshlar desanglar, Alloh o'rtaga chiqdi. Men bu zaminning egisi dedi. Men bu zaminning yaratquchisi men dedi. Men bu zaminni musholat ekagini men dedi. Men sen inson yaratqini men dedi. Bu zaminda ijro bo'ladigan hukm mening dedi. Alloh da'vo qilib o'rtaga chiqdi. Endi faraz qilaylik. Agar zaminda Allohdan boshqa bir iloh bo'lib qolgan bo'lsa, bu da'voning oldida sukut qilamidi? Yoki Alloh bilan qo'shilib Allohning shirki sifatida yana bir iloh bo'lgan bo'lsa, ma'qul yolg'iz men degan da'voga qarab turamidi? Alloh Qur'onda necha 10 yerda men deb chiqdi. Dunyoning egisi men dedi. Islomning shuari la ilaha illalloh bo'ldi. Ya'ni men dedi Alloh. Mendan boshqa iloh yo'q dedi. Ammo ikkinchi bir iloh o'rtaga chiqib, ya ma unda emas, mazmunning egisi men deb baqmadi. Ya unda emas, biz shirkdik deb baqmadi. Yani bu da'voga qarshi chiqqan ikkinchi bir da'vo o'rtaga chiqmadi. Mana mushuning o'zi bir dalilki dunyoda, koinotda Allohdan boshqa xaliq yo'q. Ham biz dunyoning o'zligidan paydo bo'lib qolganligi, yaratquchisi yo'qligi, har ish tasodifan bo'lganligi, insonning yashab dunyoga ketadiganlik felsefasini xili burunlar supurib o'tgan bo'lg'achqa buningga dalil keltirib o'tmaymiz. Cho'qim dunyoning sirtqi bir kuch tarafidan yaratilganligi bu muhaqqaq aniq masala. İnsanning bu qadar murakkab, bu qadar alohida yaratilishningki tasodifan shaklda bo'lib qolmaydiganligi bu aniq masala. Dunyoda insondan boshqa maxluq nima bor, ammo insonlar bilan boshqa maxluqning o'rtasidagi bu qadar farqlar. İnsanning dunyodagi so'z sohibi, dunyoning idora qiluvchisi hayvon maxluqlar ichidagi ekanligi bu aniq masala. Shunga Allohning barligi haqida bir ortiq so'zlamaymiz. Faqat deydiganimiz nima desa, zot Allohdan boshqaga bo'ysunimizmi, sunmaymizmi? Biz itoat qiladigan zot kim u degan nuqtada, ya'ni tavhid nuqtasida. Shunga deymizki, la ilaha illalloh islomning eng oddiy va eng kuchli dalili. Takrorlasak, Alloh o'rtaga chiqdi. Men iloh deb chiqdi. Men xoliq, men razzaq, men rob deb chiqdi. Ikkinchi birisi, yo'q sen emasdan mentim deb o'rtaga chiqmadi, ya ikkilan billaydiq deb o'rtaga chiqmadi. Mushuning o'zi islomning buyuk bir dalili. Shunga la ilaha illalloh degan bu bir og'iz kalima bilan bir odam islomga kiradi va bir og'iz kalima bilan islomdan chiqadi. Islomning buyuk tavhid nimasi kalimasi. Shu Qur'onda jiq o'rinlarda alohida tilga elinishi, tavhid temasidagi bosh o'rinni egallashining sababi bu. Endi tabiiyki la ilaha illalloh
din Allah'tan başka ilah yok. İkinci bir ilah olsa ortaya çıksın. Çıkmadı tabi. Allah'tan başka güç yok. Boğa iken bu kainatın hemmisini men yarattım. Boğa iken men idare kılıvatıman boğa iken ma kainatның içindeki canlılıkның, hayatның muntizim meniş üçün del muşu kainatını biz dava kılatkan, yani üzü dava kılatkan şu ilah, şu zat eled davam her daim qanaq duruş gerek, idare duruş gerek. La ilahe illallah'ın çıktığı mezmun şu. Şu mezmununu tuluqlumu şekilde indep geldi ayetinin ahiretinden huvel hayyul qayyum. Bu iki sıfat davamlıq birlikte keldi bu şekilde. El hayy el qayyum. Yani Allah subhanahu ve taala tirik zatdır. Allah subhanahu ve taala ziminin her işini davam idare etdiği. Tercümede davam idare etdiği deb deyişinin sebebi el qayyum degan söz Arapçada normal ifadesi qaim. Bir işini qildigan odamni ifodalaydi. Masalan bir uyning mas'uli qaim. Ma'lum bir yana mas'ulni qaim bil amal yoki qaim bu şekilde ifodalaydi. Endi bu yerdagi masala oddiy masala emas. Bu dunyoning idora qilinishi bizga nisbatan buyuk bu dunyo Allohning qudratining oldida hech nima. Buning ichidagi jonliqlar sanoqsiz milliyatlarcha insonlar va bularning elib berilayotgan kundalik ishlari o'ylab olsak bizga nisbatan intayin bir buyuk ko'p ishlarmiz. Bu ishlarning hammasini idora qiladigan bir uqum bo'lg'achqa arabchadagi aşur musbatlar şeklini işletkenki qaim degan şeklini emas qayyum degan şeklini. Yani hamma narsani to'liq başdan oxir idora qilib turuvchi. Shuni tarjima qilgan vaqtda idora qiluvchi deb ham tarjima qilish sal oddiy bo'lib qoladi. Ham tarjima uningda balki ko'p narsa yozilib olmagandan keyin balki tarjima qildiganlar ochiq tarjima qiladi. Ammo tushunishimiz kerakki al qayyum degani hammani başdan oxir her daim to'liq idora qilib turuvchi degan ma'noda bo'ladi. Mukammal idora qiluvchi degan ma'noda bo'ladi. Shuningga bunda bir hadis bor, qarindoshlar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan kelgan hadis payg'ambar alayhisalom: "Ey Abu Munzir, bilamsa Allohning kitobidagi eng katta oyat qaysi degan vaqtda Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum" deb javob bersam deydi Ubay ibn Ka'b. Da meclisga mushlab turib Rasululloh Ubay ibn Ka'bninki odatda mana bir gapimiz bor ya, singishlik olsun deymiz go, birov tamoq yesa, bir tijorat qilgan bo'lsa, tijoratingiz yurishib ketsa xayrlik duo qilamiz ya. Rasululloh shu vaqtda Ubay ibn Ka'bga bu ilm sana xo'sh muborak olsun. Sen haqiqiy mazmunni bilalabsiz bu ilmninki degan shaklda bir xushallik duo qilgan bir hadisi bor. Endi misha kelgan vaqtda Allah subhanahu va taolo avval o'zining ilohligini e'lon qildi. Bütün işlerini idare qilganini e'lon qildi. Bu nim demakchi qarindoshlar bizga? Bizga nim demakchi? Bir misol alaylik gapimni boshlashdan ilgari. Bir bola va kichik bola, buning normal sog'lom bir dadasi va bolaning kallasida g'am bormi yo'qmi? Aslo. Chunki shunaqa qildi dadasi va bu insonlar o'tirishdagi masala. Allah bu yerda shuni demakchiki, men hay deyapti Alloh subhanahu va taolo. Men qayyum deyapti Alloh subhanahu va taolo. Dünya bir qonuniyat o'rnatdim. Dünya sebep qonuniyati va sen qilish tegishli ishing va sen shuni qil xotirjam. Yang men da'vatdi. İşlerim mening ilkimda da'vatdi. Psixologlar va har xil atrofimizda leksiya shaklidagi boshqalarga ta'lim tarbiya beradiganlar, kishilarni yetaklaydiganlar diqqat qilsanglar kishilarning psixikasini ko'taradi. Endi psixikasini ko'taradi, u unda, bu munda, yani umid qilish to'g'riliq so'zlaydi. Qiyinchiliklarni o'tib ketadiganlik haqida so'zlaydi. Insonning titirgin bo'lmaslik kerak haqida, jiddiylashmaslik kerak haqida, umid uzmaslik haqida so'zlaydi. Bularning hammasi nima desa, inson navbatdagi mushkulasidan, inson hayotidagi qiyinchilikdan azroq tavr qilsa, xotirjam bo'lsa o'tib ketadi. Muhimi bu. İnsanın qiyinchilik oldidagi, dushman oldidagi mag'lubiyatning birinchi qadami o'zining oldida mag'lub bo'lish. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga shunday bir xotirjamlik ato qilmoqchiki, hayotda hech nima qilmaydigan. Hech qanday ish mu'minni qo'rqitmaydigan. Har ishdan xotirjam,
bir holat ato qilmoqchi. Da'vat qilib ko'p yerda men tirik da'vat qildi Alloh subhanahu va taolo. Men qayyum da'vat qildi. Ayatul Kursida o'qidik. La ta'khudhuhu sinatun va la nawm. Hatto tirik qayyum bo'lgandan boshqa asraq bu deb qilishmi yo'q. Azroq uxlab qilishmi yo'q da'vat qildi. Bu yerda shunda demakchiki, sen xotirjam ishonib qil. Men uxlamayman, sen uxlaver. Uxlab qolsam badanimdagi o'pka, yurak va boshqa a'zolarim harakatini to'xtatib qo'yib o'ylab qoladi. Ya undan ish olmaydi, uxlaver. Butun ishni qilmaydi. Balamning ahvoli qanday bo'la? Xotirjam bo'l. Sen uxlangni kildig'inni qil, vazifangni qil, qolganini. Ish qanday bo'la? Qolganini sen xotirjam bo'l. Anal hayy, man tirik, man qayyum, la ta'khudhuhu sinatun va la nawm. Men hech qanday mugidash, uxlash ahvoli bo'lmaydi. Sen har ishingdan xotirjam bo'l. Men badavati Alloh subhanahu va taolo. Bu qadar Robb bo'lgan, bu qadar ilohiy bo'lgan mu'minningki ruhi tushadigan ahvol bo'ladimi qarindoshlar? Bu qadar ilohiy bo'lgan, bu qadar Robb bo'lgan mu'min o'zining turmushidan va kelgusidan xotirjamsizlanami qarindoshlar? Altıda ağam bir misalimizni tekrar eslatib o'tsam, bir normal, sağlam dadısı olgan adam, dadısı olgan kichik bola, sabiy bola, 5 yoshlik, 4 yoshlik bola, nimadan g'am qiladi? Hech nimadan. Unga qashda taqdak dadısı bor. Insonlar o'tirishdagi masala bu. Agar sen bir kichik bola, dadısı olgan ishonchi qilganchilik, Allohga ishonsang, Robbingga ishonsang, Allohning hayligiga ishonsang, Allohning qayyumligiga ishonsang, Allohning hech vaqt, hech minut, hech sekund sening ishingdan xabarsiz emasligiga ishonsang, senda aslo xotirjamlik bo'lmaydi. Allohga qarab dadil ilgirlaysan. Qildig'ingni qilsa, vazifangni qilsa, natijani Allohga qo'ysa. Allah subhanahu va taolo insonni zaminga yaratgan vaqtda insonning ikki xil narsaga ehtiyojli ekanligini biladigan bo'lg'achqa bizni ikki xil energiya bilan ta'minlaydi. Birisi jismoniy jihatdagi moddiy biz g'izoga ehtiyojimiz bor. Bu nuqtadan Alloh zaminni yaratib, bu zaminga insonni akilishning oldidan zaminda insonga kerakli barliq moddiy ehtiyojlarni hammani qo'ydi. Sura Fussilatning 10-oyatida va ja'ala fiha rawasiya min fawqiha va baraka fiha va qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah tunjulab bizning moddiy ehtiyojimizni zaminda o'rinlashtirdi. Buni ta'minladi Alloh subhanahu va taolo. Ikkinchidan inson zaminda normal xotirjam yashash uchun insonni kontrol qilib turadigan, shunga qarab mangadigan bir qimmat qarash, yo'l, fikr, iqlim bo'lishi kerak. Buni Alloh subhanahu va taolo ta'minladiki, nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi va anzala at-tawrat val injil. Ma oyatimizningki 3-oyat, sura Al-Imronning 3-oyat. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum deb bo'lib, nazzala alaykal kitab. Ma inson hayotda ehtiyojli bo'lgan, ikkinchi muhim, balki birinchisi muhim bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim bo'lgan energiya, ehtiyojli bo'lgan narsa insonning ma'naviy qimmat qarashi, insonning fikr yo'li, dunyoda tutib mangadigan iqimi. Allah subhanahu wa taala buni mushu biz o'qiyotgan hozirgi darsimizningki 3-oyatida 3-oyatida nima deyotdi? Nazzala alaykal kitaba bil haqq. Sana ustidan kitobni tushadi deganning o'zi sana majburiyat haq bilan tushadi. Bu yo'l, bu kitob biz darsimizning 5 degandek ilgirki yo'l iqimlarning hammasini buzish, bir yangi yerdan boshlash emas, balki o'tmishda Adem alayhisalom zamonasidan tortib Payg'ambar zamonasigacha davomlashib kelayotgan insonlarga Alloh tomonidan tushirilgan yo'lning davomiki musaddiqan lima bayna yaday va anzala at-tawrat val injil. Ilgirki yo'lni tasdiqlaydi. Alloh va Tavrat va Injilni qana qildi? Tushadi deyapti. Bu shaklda ya'ni bu din, bu kitob, bu yo'l bizga tushirgan yangi bir narsa emas. Adem alayhisalom vaqtidan ta hozirga qadar davomlashayotgan bir yo'lning nimasi? Oxirisi. Ya'ni sen hayotda normal yashamoqchi bo'lsang, ikki xil narsaga ehtiyoj bo'lsa. Birisi moddiy ehtiyojing qanish kerak, birisi ma'naviy ehtiyojing qanish kerak. Moddiy ehtiyojing to'liqlanmaganida
sen normal yaşayamaysan, hayatını saqlab qalanmaysan, Allah bunu ziminde uğurlaştırdı. Manevi ehtiyacın to'g'rilanmasa, ma'naviy yo'llaring, ma'naviy qimmat qarashlaring belgilanmasa, sen hayotda yashagan vaqtingda qiladigan, erishadigan natijang eng nachar bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ikkala ehtiyojimizni qarshiladi, har ikkala ehtiyojimizga tushugizdi, ammo inson moddiy ehtiyojni oladi, ma'naviy ehtiyojda o'zining idisining keyniga qana qiladi, davomli. O'zining idisiga, o'zining havisiga ergishib mangadi. Endi bu oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqtalar bor qarindoshlar. Yani sana kitapni haq bilan tushadi. Bu kitap ilgirkisini tasdiqlaydi. Tavrat va Injilni qana qildi tushadi. O'shada birisi bayatni deb o'tdim. Nazzala alaykal kitab. Sana ustidan kitap. Alayka ifodasi Qur'ondagi ustidan tushganlikni ifodalaydi. Ustidan tushadi deganlik majburiyat ifodasini ifodalaydi. Bu bir nuqta. Ikkinchi chunki majburiy usti degan o'qimni agar qo'yishi o'xshash odamdan kelib qolgan har qanday ta'limot o qabul qilish va rad qilish ixtiyorida bo'ladi. Menga o'xshash odamdan birisi, do'stim, atrofimdagi men bilan taqdimatlik odamdan birisi bir buyruqdan birisi, bir ta'limotdan birini bersa, muvofiq bo'lsa qabul qilma, muvofiq bo'lmasa qabul. Ammo bu ta'limot sana ust tarafidan keldi, ya'ni majburiyat. Sen buni olishing kerak. Buningga chekinib olishingga bo'lmaydi degan ifodasi chiqadi. Üst tarafimizdan kelgan, bizning ilohimizdan kelgan, bizning butun ishlarimizni idora qilayotgan zot tarafidan kelgan bo'lganligi, buningga ergashish xorliq bo'lmasdan, balki nima izzat. Endi yana bir diqqatimizni tortadigan nuqta, oyatda kitobni tushadi ifodasi nazzala degan pillan ifodalandi. Sura Shu'arada 192-oyatida nazala bihir ruhul amin. Ya'ni Jibril buni tushdi, nazala pilisi bilan ifodalangan. Sura İsra'nın 105-oyatda ve bil haqqi anzalnahu ve bil haqqi nazal. Beda anzala pilisi bilan ifodalangan. Jami 3 xil pil qo'llanilgan qarindoshlar. Birisi nazzala, yani birisi nazala, yani birisi nima anzala. Bu yerda oyatlarni solishtirgan vaqtimizda anzala bilan nazala bir ma'noda keladi ko'p hollarda. Ya'ni bir narsaning biraqlam tushkun ifodalaydi. Anzala kelgan o'rin Qur'oni Karimning bir butun tushkun ifodalaydi. Ya'ni inna anzalnahu fi laylatil qadr qadr surasida biz Qur'oni Karimni laylatil qadr kechasida tushirdik. Undan keyin hozir o'qiyotgan oyatda nazzala alaykal kitab Qur'onni bir butun tushirdik degan ifodani. Pach-pach tushirdik degan ifodalaydi. Qur'oni Karimda qo'llangan anzala tushirdik. Tushadi. Nazzala tushadi. Ammo anzala bir butun tushadi olsa, nazzala pach-pach tushadi degan ma'no ifodalaydi. Unda bo'lganda biz mishayni yakunlaymizki, Qur'oni Karim ikki qatim tushgan qarindoshlar. Birisi Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga bir butun tushgan. Bu Qur'oni Karimda anzala iborasi bilan ifodalangan. Anzala iborasi bilan. Undan keyin 23 yil jarayonida yuz bergan ahvollarga qarab, hodisalarga qarab, sharoitlarga qarab parcha tushgan. Buning ifodasi nazzala bilan ifodalangan. Dal Qur'on bilan ilgirki kitoblarni o'tirdiki farq, ilgirki kitoblar bir butun tushgan bo'lsa, Qur'oni Karim parcha tushgan. Mush bugun o'qiyotgan hozirgi Ali Imronning 3-oyati, hozir o'qiyotgan oyatning o'zida bu farqlar chiqib o'tadi. Qur'oni Karim kelgan vaqtda nazzala alaykal kitob kitobni pach tushadi degan ifoda qo'llangan bo'lsa, Tavrat va Injil kelgan vaqtda va anzalat tavrata val injila anzala ifodasi qo'llangan. Ilgari kitoblar bir butun tushirilgan bo'lsa, Qur'oni Karim 23 yilda ahvollarga qarab, yuz bergan hodisalarga qarab bu shaklda qanaqa chiqdi. Buning yana bir ahamiyati qarindoshlar. Sura Furqonning 22-oyatida va qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida. Qur'onni bir raqam tushirsa bo'ladi. Nimda bu har kun u yerdan 2 oyat, bu yerdan 3 oyat, bu yerdan 4 oyat tushadi. Degan vaqtda Alloh subhanahu va taolo buning javobi lin nuthabbita bihi fuadak. Rasulullohni qana xotirjam qilish uchun. Buning bir misol olib tushunsak, birovni bir vazifaga tayinlab, vazifani bir raqam buningga topshirib berib, ondan keyin faqat qarz olmasa, yillab vazifani ustiga olgan odamdimi bir xil ikkinchi inson emasmi? Bir xil herish, charchash, xotirjamlisi ahvol yuz beradi. Ammo vazifani yengilab, har kuni soatlab, minutlab, kunlab aloqalashib turib, uni qil, buni qil, qiyinchilik bo'lsa, ma'ni qilmoq, bu xil shaklda bo'lib qolsa,
vazifani odammi o'zining keynida birovlarning borlig'ini vazifani berganlarning o'zi unutmaganligini bir xil o'ylasa bir xil tasalli topadi, aktivlikqa texmi yangilanadigan gap, vazifani texmi ruhliq jonliq ijro qiladi. Qur'oni Karimning bu shaklda tushishi Payg'ambar alayhisolamning qalbini qana qilish uchun, taskin topqizish uchun. Chunki Rasululloh da'vat hayotida uchragan qiyinchiliklar shu qadar zo'rki, Rasulullohdan boshqa inson bunga bardoshlik bermaydi. Shu davrni eslab baqsa bo'ldi. O'qimagan bir savodsiz bir jamiyat, qarqusaq insonlar yurgizilayotgan qoidish o'rmonning qoidish kuchli ojizni yeydigan, hech kim haq huquq tunmaydigan, o'zi yolg'iz bir yerdan chiqib, mush insonlarning o'tirida bularni oqatish, bularni ideyasini qana qilish, to'g'rilash, to'g'ri bir ideyaga akilash, autobusni tatib odatlanib qolgan qaloq odatni ajratish. Bu ishlarni biz jamiyatimiz yuz berayotgan ishlar qarta o'zimizning bir fikrini bayon qilolmaymiz-ku. Xalqning tildashnomlaridan qo'rqib, tasavvur qilsak bo'ladi. Rasulullohning uchraydigan bu yerdagi aziyatlari Alloh subhanahu va taolo Rasulullohning qalbini taskin topqizish uchun, xotirjam qilish uchun, aktivlashtirish uchun har doim o'zining Rasulullohning keyinda borlig'ini bildirib turish uchun shu Qur'oni Karimni parcha-parcha. Bugun bir masalaga vaqtda darhol Jibril quloq turdi. Bir qiyinchilik duch keldi, Jibril oldida. Maholat Payg'ambar alayhisolamga tasalli urdi. Birov bizni bir yerga tutlab qo'ysa, necha kun tomoq yegimiz kelmaydi. Bir narsa yeganda ko'p qolamiz. Rasulullohni chiqib bu salom desa, sizlar birinchi salom deb baqsin, Rasulullohni chiqib birisi kazzob desa, birisini kazzob deb baqsin, nima bo'ldi ekan? Bu vaqtda Rasulullohning psixologiyasi favqulodda bo'ldi insonlik sifati bilan. Ammo Jibril har doim Rasulullohga Qur'on bilan, hadislar bilan masalan ilhom berib, Rasulullohni taskin topqizib, bu yo'lning to'g'ri ekanligini deb turib qashida bo'lgandan keyin Rasululloh o'zining xizmatini dadil davom qiladigan gap. Buningga yana bir misol olsak, bu Qur'oni Karimning 23 yilda kelishininki hikmatini, 23 yilda tushirilishining hikmatini masalan bizga birisi bir sandoq to'g'ri kelib berdi. Bu sandoqning ichida bütün kasallarning hammasining to'g'risi bor. İnsan bırakılan bütün kesellemeyi demdi. Bugün bir xil kesel oluşu mümkün, seni bir xil kesel. Bu sandıqның içinden özü ahırga vaqtda özüge lazımlıq, kereklik doğrunu teyip buluş bir mesele. Tamam, bu bir misal. Endi yeni birisi onda sandıqlar doğru ekep vermedi. Her gün ahırsak mesela. Bugün zukam tekidik, derhal zukam doğrusu geldi. Ertesi beşimiz ahırdı, baş ağrı doğrusu geldi. Sizlerince qaysi insana nispeten en kolay ve en mas şekilde bulundu. Tabii ki ikincisi. Kur'an-ı Kerim muşi şekilde, yani şu vaktdeki ehvalda yüz bergen meselelerine ne? Cevap buluş için şu an 23 yılda mas şekilde düşken. Allah subhanahu wa ta'ala bu ne? Şu 3. ayetteki nezzele aleykel kitabe bil hak musaddiqan lima beyni ve enzelet tevrat vel incildeki iki fiildin. Nezzele fiilisiyle enzele fiilden Kur'an-ı Kerim'den ilgili kitaplarına oturduğu farkını bizga ifade berip Tevrat, İncil'ne bundan ilgili kişilerge hayat geçirgizgen ma kitapni sana hakikaten şu yolunu tasdiq qilgan şekilde tushadi. Uyg'urchada har ishkisini tushadi deb tarjima qilinadi, ammo ma ichki tushirish o'xshamaydi. Qur'onning parcha 23 yilda tushganligini ifodalaydi. Filning o'zi ilgili kitaplarning biroqlama tushganligini ifodalaydi. Undan keyin 4-oyat kelsa qarindoshlar ve enzelel furqan. Allah furqanni tushirdi. İnnellezine keferu bi ayatillahi lahum azabun şedid. Allah'ın ayetlerini inkar qilganlarga qattiq azobda Allah g'olibdir ve intiqom egisidir. Bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor qarindoshlar. Ve enzelel furqan. Ve enzelel furqan degan nima? Furqan Qur'onning ismi shu. O'zining ma'nosi va anzalal furqondagi o'zi furqonning o'zining ma'nosi ayiruvchi ma'nosi bor. Ayiruvchi ma'nosi bor. Ammo Qur'onni ko'rsatadi. Qur'on ba'zida kitob degan ism bilan tilqalinsa, ba'zida Qur'on degan ism bilan tilqalinadi, ba'zida Furqon degan ism bilan tilqalinadi. Oldimizdagi oyatda kitob degan ism bilan ifodalangan bo'lsa, hozirgi 4-oyatda Furqon degan ism bilan qana qilindi, tilqalindi. Endi mushu bizga bir mesajni beryapti. Furqon deb tilqalinishi.
Chunki Furqonni bayatni deganda Furqon degan nima? Furqon degan nima? Haq bilan botilning o'tirini ayirg'uch degan ma'noda emasmi? Ayirg'uchi degan bir ma'no chiqdi bu yerdan-chi. Ayirg'uchi degan so'zning o'zi bizga bir signal urdi. Keskin bir to'qinish bo'ldi bu yerda. Keskin bir kurash bo'ldi bu yerda. Haq, botil kurashi, hidoyat, dalolat kurashi, shaqovat, saodat kurashi, to'g'ri yo'l va ezib ketgan yo'lning o'rtidagi kurash. Qaranglar, mishadlam insonni ikkiga ayirib berdi Qur'on bizga. Ya'ni yaxshilik qiladi va yomonlik qiladi. Yaxshilikning bir qo'g'dug'uvchilari, tarafdorlari bo'ladi va yomonlikning bir qo'g'dug'uvchilari, tarafdorlari bo'ladi. Shuning bilan yaxshilik ahli, yaxshilik tarafdorlari o'zining tarafini qo'g'dash uchun, yaxshilik yo'llarini qo'g'dash uchun buning uchun kurash qiladi. Yomonlik ahli o'zining manfaat va yomonligini qo'g'dash uchun buning tarafida turib qana qiladi, kurash qiladi. Qur'on dal mush ikkisining o'tirini ayirib keladi. Ya'ni yaxshilik tarafdagilarga yo'l ko'rsatadi, nur bo'ladi. Deb bo'lib ikkinchi turlik odamlikning gapini qilyapti. Ikkinchi turlik odamlikning gapini qilyapti. Ikkinchi turlik odamlik kim? Yaxshilik va yomonlik va yaxshilik ahli, yomonlik ahli deb kelib Qur'on yaxshilik ahli taraf tikillarga yo'l ko'rsatdi emasmi? Yana bir taraf bor, yomonlik ahli, tabiiyki bu kufr ahli shu. Buning gapini qilib, innallazina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadid vallohu azizun intiqom. Ma'u Furqon degan oyatninki ichidan chiqqan mazmunning to'liqlamasiki, endi yana bir taraf. Qaysi taraf u? Yomonlik ahli. Yomonlikni qo'g'daydiganlar, yomonlik tarafini oldiganlar, Allohning oyatini inkor qilgan kuffarlar shu. Bularga Allohning qattiq azobi va Alloh g'olib va intiqom egizdir. Mushu oyat kelgan vaqtda inson bir cho'chish kerak asli, sal titrishi kerak. Kichik bolaning tastiki bilan pishqan mushlashining tastiki o'xshamaydi. Kichik bolaning tastiki bunda bir qishqayani qashlag'anchilikmi bo'lmasligi mumkin. Pishqan bokschining tastiki o'tirib qo'yishi mumkin. Esonda bo'lsin, qattiq azobba davatqini Alloh davatidi ma'ni. Alloh davatidi ma'ni. Alloh qattiq azobba Allohga ko'ra qattiq bo'lgan ekan, buning azobi insonlar o'tirisiga qattiq, u buni azobladi, u buni qiynadi, amtahonni qiynabdi, azoblabdi. Bu xil azob emas. Allohning azobi. Esonda bo'lsin. Lekin Alloh bu xil azobni bergan vaqtida uni buni qilib, bundan qutulg'u olmaydi. Vallohu aziz degani Alloh o'z ishida g'olib, Alloh ustidan g'alaba qilolmaydi. Zuntiqomki Allohning intiqomidan asla hech kishi qutlanmaydi. Buni hech kim keyniga qanaqlanmaydi, qaytara olmaydi. Shunday vaqtda bugungi darsimiz 4-oyat bilan oxirlashdi. İnşallah kelasi soatlik darsimizda oxirini davomlashtiramiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarni Furqonga ergishadigan, Alloh tushagan haq kitobga ergishadigan, Allohning hay qayyumligiga haqiqiy iymon etib, dunyo hayotimizda Allohga güvenib, Allohga ishonch qilib xotirjam yashaydigan, o'zimizning vazifamizni dodliq bilan ato qiladigan bir ruh ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.